Gap yo'q Sanjar ovozlariga. Baribir gelikka O'zbekistonda ko'pchilik bolalar, erkaklar, ayollar ham hatto orzu qiladi. Gap yo'q. Yaxshi yomon emas, har kunga bo'ladi. Bir savol sizga janob Jahongir. O'zingizga qachon endi olasiz gelik? Orzular orzucha olib ketish kerak emas. To'g'ri. Ozgina qoldi. Hozircha gelikka puliga boshqa narsa oldim. Senga addushi birinchi bo'lib, xursand bo'lib ko'rsatmoqchiman. Bitta baho berib olsang. Keyingisi xudo xolasa gelik bo'ladi. Unda chaqiraman. Sen bilan keyin kulushga kulush bosib yuboramiz. Sanjar, nima oldim deb o'ylaysan gelikka puliga? Xonadon olgansiz endi bu yerga. Oxirgi etajini oldingizmi deyman, ha? Terrasalari bilan. Penthouse-mi? Ha, penthouse. Penthouse olsam ham bo'lardi bu pulga. Lekin penthouse emas. Bir narsa aytaman, bu yoqda yozda isib ketsangiz, kalla tashlab cho'kib ketmaymi? Bu endi bizning kichkina shu dengizimiz demoqchi edim. Dengizda surfingga tushib o'rgansangiz bo'ladi lekin bu yoqda. Sanjar, men Energy Qorasuv proyektidan o'zimizga komanda bilan 150 kvadratli ofis xarid qildim. Sababi oldin onlayn ishlardik, keyin bir xonali xonadonda ishlashni boshladik, keyin 3 xonali xonadonga ko'chdik. Qachondir shu bolalarga so'z berib qo'ydim. Ofis olamiz, o'zimizning studiyalarimizni cho'nqili uchun qilamiz. Qarochi, bo'lma bo'ladi. Молодец. Remont qilib bo'lganimizdan keyin bitta baho berasan. Ha, remontdan oldin yur bitta ko'rib o'ramiz. Bolalar, bir narsa aytaman, ana gap bor-ku, akang kuchaydi. Do'stlar, o'sha xursand bo'lib qo'yasizlar degan umidda biz shu yerda o'sha rasmlarimiz chiqadi. Даже rasmimiz bor, yengillik korporativi pitssaxonada kutganmiz-da, ishonsam. Bu safar mana restoranda kutdik. Yengilda, xudo xolasa. Tabriklayman, bu yutuqlardan biri. Ha? Albatta. Endi bizda sizga o'xshagan 3 etajli ofisimiz yo'q. Endi sekin-sekin harakatda biz butun domni sota olmadik hali. Endi harakatingiz boshlandi lekin. Sanjarga o'xshab. Bir baho bering, 151 kvadrat 4 metr patoloklari, Energy Qorasuv proyekti. Zo'r bo'pti, juda yaxshi. Va Sanjar, siz uchun zo'r yangiligim bor. Endi siz va biznesmensiz, ko'p joylarga pul tikib yurasan. Agar Energy kompaniyasidan shu binolaridan tijorat ofislari yoki kommersiya pomeshcheniyalarni xarid qilsang, mendan shaxsiy 1% chegirma hammaga, barcha xaridorlarga. Zo'r-ku, ketdi-yu misolamiz. Amerikaning bir prezidenti Andrew Jacksonning bir ajoyib gapi bor. Eng yaxshi investitsiya bu investitsiya ko'chmas mulkka. Shu sababli aytmoqchimanki, juda to'g'ri investitsiya qildingiz. Rahmat. Savol. Qanaqa? Siz beradigan savol. Bering. Necha pulga tushdi endi bu? Ajoyib